Dunyodagi eng zo'r top 3 ta film, albatta, logistlar uchun. Birinchisi Moneyball. Bu film aslida sport va statistika haqida, lekin undagi boshqarish va resurslarni samarali taqsimlash qonunlari logistika sohasiga ham tegishli. Ikkinchisi The Martian. Bunda astronavt Marsda yolg'iz qoladi va yashab qolish uchun resurslarni qanday to'g'ri boshqarishni o'rganadi. Bu filmda muammolarni hal qilish va innovatsion yechimlar topish ko'nikmalari ko'rsatilgan. Uchinchisi Logistics. Bu film dunyodagi eng uzun metrajli film hisoblanadi. Ya'ni uning davomiyligi 857 soatni tashkil qiladi. Ushbu eksperimental filmda bir mahsulotning ishlab chiqarilishidan to mijoz qo'lga yetib borgungacha bo'lgan jarayon tasvirlangan. Bu esa soha haqida chuqur tushuncha beradi. Va sizlar uchun yana bitta bonus. Bu film albatta sizga motivatsiya beradi. Filmning nomi esa The Pursuit of Happiness, ya'ni baxt izlab. Bu film Chris Gardnerning hayoti va uning moliyaviy inqirozlardan chiqish uchun ko'rsatgan jasorati haqida so'zlaydi. Siz yana qanday logistika haqidagi filmlarni bilasiz? Kommentariyada yozib qoldiring.